Assalomu alaykum. Mening yoshim 37 da, bo'yim 165 santimetr, vaznim 85 kilogramm. Men ajrashganman, 2 nafar o'g'lim bor. Ma'lumotim o'rtacha. Kasbim chevarlik. Men 16 yildan beri chevarchilik bilan shug'ullanaman. Hozirda Moskvada brend do'konida ishlayman. Alhamdulillah, o'z hunarim bor va mehnat qilib yashayman. Men Qirg'iziston, O'sh shahridanman. Millatim o'zbek. Alhamdulillah, dindan xabarim bor. Qur'on o'qiyman, namoz o'qiyman. Niyatim Allohdan qo'rqadigan, solih, adolatli inson bilan oila qurish. Shunday inson bilan itoat qilib, tinch va halol hayot kechirishni istayman. Ko'p xotinlikka qarshiman, lekin bir yoki ikki bo'lsa qabul qilaman. Agar inson Allohni tanib, adolat qila oladigan bo'lsa. Nomzod uchun yosh chegarasi 37 yoshdan 42 yoshgacha. Qolgani Allohning qo'lida. Oldindan bir narsa deyish qiyin. Murojaat uchun Telegram Amina_Nikoh